Assalomu alaykum. Hozir biz Word dasturini, ya'ni Microsoft Office paketiga mansub Word dasturini ishga tushirishni ko'rib chiqamiz. Avvalambor, operatsion tizimimizda Microsoft Office paketi o'rnatilgan bo'lishi kerak. O'rnatilgan bo'lgandan keyin endi Word dasturini ochish uchun bir nechta usullari bor. Ularni ko'rib chiqadigan bo'lsak, oddiygina pusk menyusini bosib, bu yerdan Word dasturini topishimiz kerak bo'ladi. Mana Word dasturi. Buni demak bir marta bosish orqali sichqonchaning chap tugmasini, demak Word dasturini ishga tushirishimiz mumkin. Bu birinchi usul desak, bundan tashqari рабочий stolda agar Word ikonkasi bo'ladigan bo'lsa, shunga bosib ham kirish mumkin. Agar yo'q bo'ladigan bo'lsa, рабочий stolga shu pustni bosib, hozirgidek Word dasturini topib, uni sichqonchani demak chap tugmachasini bosib turib, рабочий stolga otamiz. Mana рабочий stolga olib kelamiz va sichqonchani chap tugmasini qo'yaveradigan bo'lsak, mana рабочий stolda Word dasturining ikonkasi paydo bo'ladi. Uni o'zimizga qulay joyga surib qo'yishimiz mumkin. Mana endi shu ikonkani doimo, demak, 2 marta sichqonchani chap tugmasini bosish orqali ochib olishimiz mumkin bo'ladi. Yoki yana bir boshqa usul ko'radigan bo'lsak, shunda biror bir papkada yoki рабочий stolda kontekst menyuda ochamiz, ya'ni sichqonchani o'ng tugmasini bosamiz. Bu yerda demak Sozdat buyrug'iga o'tamiz. Bu yerda mana dokument Microsoft Wordni tanlashimiz mumkin. Bu darhol demak Word dokumentni ochadi mana. Mana shuni endi 2 marta sichqonchani chap tugmasini bosib, Word dasturiga yana kirishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Buni hozircha o'chirib yuboraman. Yana boshqa bir usulni ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Buning uchun tezkor klavish, ya'ni Win R tugmalarini birdaniga bosaman. Shunda quyidagicha oyna ochiladi. Unga Win Word deb yozaman mana. Win Word deb yozib, OK tugmasini bosaman. Bosadigan bo'lsam, demak, Word dasturini ochib beradi. Yoki agar siz CMD oynasi bilan ishlashni bilsangiz, mana hozir poiskga CMD deb yozaman. Ya'ni qora oyna deb qo'yamiz. Shu oynani ochib olaman, CMD oynasini. Mana. Bu yerga yozishim mumkin. Start Win Word deb. Va Enter tugmasini bossam, mana ko'rib turibsizki, qora oyna orqali ham Word dasturini demak ochishim mumkin. Endi yana bir nechta usullar ko'rib chiqishimiz mumkin, lekin ular ozgina tushunarsiz va qiyinroq bo'lishi mumkin. Eng sodda usullari shular. Qaysi biri sizga qulay bo'lsa, shu usul orqali demak foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Hozir kelinglar, darsdan avval shu ikonkadan foydalanamiz. Mana рабочий stolda bizda Word ikonkasini chiqarib qo'ydik. Shuni 2 marta bosish orqali Word dasturini ishga tushiraman. Mana bizda demak kutib oluvchi oyna. Bu yerda oxirgi ochilgan dokumentlar, bundan tashqari Word dasturining shablonlari bor, maxsus yaratilgan. Shularni ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerga другие shablonni bosib, boshqa bir variantlarni ko'rishimiz mumkin. Hattoki mavzulashtirilgan qo'yilgan. Mana masalan biznesni bossam, biznesga oid demak shablonlar chiqadi. Xohlaganini tanlab, osongina o'zingiz materialingizni tayyorlashingiz mumkin. Yana qaytishimiz mumkin. Bunda internet kerak bo'lishi mumkin. Masalan, kartochka tanlasak, mana har xil taklifnoma, vizitkalar tayyorlashingiz mumkin. Juda foydali narsa bu ham. Lekin agarda Word dasturini shunday bosganimda darhol новый dokument bo'lib, oddiygina mana dokument bo'lib ochilishini xohlasangiz, nastroykadan ozgina to'g'rilab qo'yish kerak bo'ladi. Masalan, shunday qilib qo'yaylik. Odatda новый dokument tanlanadi, ya'ni pustoy list, hech qanday shablonga ega bo'lmagan. Xo'p, bularni o'chiraman. Sizda hozirgi narsalar chiqmasligi mumkin, chunki
turli xil plaginlar, qo'shimchalar, ya'ni qo'shimcha mini dasturchalar ham Word dasturiga ulab qo'yish mumkin. Masalan, Mastev mana matematik formulalar yozish uchun, Bfine Reader PDF fayllar bilan osonroq ishlash uchun shunga o'xshagan yoki Lotin Krill shunga o'xshagan dasturlar ham o'rnatib qo'yish mumkin. Keling, hozirgi bizni kutib oladigan oynani qanday o'chirib qo'yishimiz mumkin. Buning uchun fayl bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan parametriga tushamiz. Eng pastida menda hozir Windows 2019 bo'lishi kerak adashmasam. Shu parametr bo'limini bosamiz. Bu yerda общийda pastroqda mana bu yerda показывать начальный экран при запуске это приложение degan bo'lim bor. Shuni pitichkasini olib qo'yamiz. Olib qo'yib, OK tugmasini bosamiz. Bo'ldi. Endi bu dokumentimizni shunchaki yopib yuboramiz. Qaytadan ishga tushirib ko'ramiz Word. Yana qaytadan Wordni ochib ko'raman. Ochib ko'radigan bo'lsam, bizga hech qanaqa shablonlar chiqarmadi. Hech qanday shablonlar chiqarmadi-da, darhol pustoy stranitsa, ya'ni bo'sh listni taqdim etdi. Bu endi tezroq, tez Word dasturidan ishlab foydalanib turadigan insonlar uchun menimcha qulayroq. Xo'p, lekin boshda chiqayotgan shablonlarni boshqa yerda ko'rishimiz mumkin. Masalan, xo'p, mana Sazdat bo'limida ham, fayl Sazdat bo'limida ham mana shablonlar yana chiqib turadi baribir. Bu yerdan Sazdat qilib olishimiz mumkin. Oddiygina sozlamalarni ham bajarib ko'rishimiz mumkin. Masalan, tema deymiz, stilini shu Word dasturini ozgina ko'rinishini o'zgartirishimiz mumkin. Buning uchun yana o'sha fayl bo'limiga o'taman, parametr bo'limiga va bu yerdan shu общийdan tema office bo'limi bor. Tema officedan mana hozir svetniy turibdi. Bu yerdan aytaylik, temniy seriyani tanlab qo'yishim mumkin. Fonini tanlab qo'yishimiz mumkin. Keling, avval shunchaki temasini ko'raylik. OK ni bosaman. Qarabsizki, mana Word dasturimiz o'zgardi. Ko'rinishi o'zgardi. Sizga qaysi biri qulay bo'lsa, shuni demak shu yerdan tanlab qo'yishingiz mumkin. Yana qaytarib o'taman. Demak, fayl bo'limiga o'tdim. Bu yerdan parametr, общийdamiz. Общий bo'limidan tema office. Bir nechta ko'rinishlar bor ekan, shularni belgilab o'zgartirib olishimiz mumkin. Bizga default holatda tursin. Keldi, fonni o'zgartirib ko'ramiz. Fonga ham endi juda ham bilinmasligi mumkin, lekin ozgina dizayn beradi baribir. Qaysini tanlasak ekan? Mana geometriyani tanlaymiz. OK ni bosaman. Qarabsizki, mana yuqorida e'tibor qaratadigan bo'lsak, qandaydir geometrik shakllardan iborat naqsh chizilib qoldi. Bu demak oddiygina dizaynni o'zgartirishidir. Xo'p, yana bir sozlovni amalga oshirib olsak bo'ladi. Men hozir bu yerga qandaydir matnlar tashlab ko'ray. Hozir internetda olamanda qanaqadir matn tashlab ko'raman. Mana qandaydir matn tashlab ko'rdim yoki yozib ko'rdim deylik. E'tibor qaratadigan bo'lsak, har bir so'zimiz ostida qizil to'lqin chiziqlar paydo bo'lib qoldi. Bu shunday narsaki, Word dasturi masalan orfografik xatolar, so'zlar to'g'ri yozilganligi, shunga o'xshagan narsalarni tekshirib turish xususiyatiga ega. Biz hozir o'zbekcha so'zlarni tashlaganim uchun Word dasturi o'zbekchani qo'llab-quvvatlamaydi. Agarda siz inglizcha yoki ruscha yozadigan bo'lsangiz, bu orfografik xatolarni tekshirish funksiyasi o'ta qulay, lekin hozir biz o'zbekchada yozayotganimiz uchun bizga qandaydir xalaqit berishi mumkin. Buni shu narsani o'chirib qo'yish mumkin. Buning uchun fayl bo'limidan yana parametrga o'tamiz. Bu yerdan общийdan общий emas, bu yerda mana 3-bo'limga o'tamiz. 3-bo'limga o'tganimizdan keyin aslini olib qaraganda bu yerda barcha pitichkalarni olib tashlasangiz bo'laveradi. Chunki bu shu so'zlarni yozayotganingizda tekshirib turadigan maxsus funksiyalar. Bular hammasini o'chirib qo'ysangiz bo'laveradi, lekin bizga shunchaki tayyor chiziqchani olib tashlashimiz uchun mana проверять orfografию va hokazo shu matndagi pitichkani olib tashlaymiz. Tashlaymizda OK ni bosamiz. Qarabsizki, mana qizil chiziqchalar yo'qoldi, bizga ancha qulay ko'rinishga kelib qoldi.
Shunday qilib, demak, bu xatolikni, demak, sozlab olishimiz mumkin. Xo'p, bundan tashqari, yana fayl bo'limiga o'tib, parametr bo'limiga o'tamiz. Hop, demak, общийni ko'rib chiqdik deyarli. Shunga o'xshash sozlamalar, demak, bajarish mumkin. Keyingi bo'limimizda hop, bu yerga deyarli tegmasak bo'ladi. Bu yerda, demak, ko'rdik orfografiskiy xatolarni, shularni grammatik xatolarni, demak, yoqib yoki o'chirib qo'yishimiz mumkin. Сохранitda bu yerda avtosохранение bor. Bu faqatgina har 10 minutda ishlaydi. Buni sal ozaytirib qo'ysak bo'ladi hamda qaysi formatda saqlab qo'yishini ham belgilab qo'yishimiz mumkin. Zamonaviy Word dasturi, demak, Docs formatda saqlaydi. Demak, shunda turgani ma'qul. Biz faqatgina shu 10 minutda sal qisqartirib qo'yishimiz mumkin. Aytaylik 5 minut. Hop, saqlanib qilamiz. Bo'ldi, har 5 minutda, demak, avtomatik saqlab turadi. Yana shu parametr bo'limini yazık bo'limiga o'tamiz. Bu yerda bu ruskiy turgani e'tibor beradigan bo'lsak, mana yuqoridagi paneldagi menyular barchasi ruscha turibdi. Demak, shu tanlangan, ya'ni dasturni tili deb qarashimiz mumkin. Pastdagisi esa bu shu klaviaturada yozadigan so'zlarimizni tillari desak bo'ladi. Ruscha, inglizcha turibdi. Inglizcha. Bu yerga kelib boshqa bir qandaydir so'z qo'shib ko'ramiz. Qaysi so'z qo'shib ko'ramiz? Kirilchani topishga harakat qilamiz. Добавить язык. Bu yerdan o'zbek Xo'p. O'zbek Kiril. Mana shuni belgilayman va добавить tugmasini bosaman. Xo'p, e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu yerda недоступен turibdi. Kelib uстановить qilib qo'yamiz shuni, chunki bu yerda kirilcha qo'shilmagan ekan. Shuni bu yerdan qo'shib qo'yishga harakat qilaman. Buni bosadigan bo'lsam, quyidagi menyu ochildi. Bu yerda mana добавить язык mana bor. Paket, parametr. Bu paket hali ustanovka qilinmagan ekan. Загрузка qilib qo'yaman. Demak, buning uchun mendan internet yoniq turgan bo'lish kerak. Загрузка. Demak, yuklab olishni boshladi. Bu biroz vaqt olishi mumkin. Demak, установлен язык paket. Demak, o'zbekcha kirilcha versiyadagi paketimiz o'rnatildi. Buni yo'q forsagan bo'ladi endi menimcha. Xo'p. Okay deymizda bu oilaga. Ishlab izlangan язык parametr. Qayta ishga tushirib olishimiz kerak ekan. Buni o'chiraman. Ne сохранить. Word dasturini yangi paket qo'shganligimiz uchun yopib, yana ochyapman. Odatda ko'p dasturlar shunaqa bo'ladi. Xo'p, ana endi shu parametrdan yazık bo'limiga o'tib ko'raman. Yazıkda недоступен. Baribir bu yerda mana недоступен turibdi, lekin tekshirib ko'ramiz. Biz hozir klaviatura yozuvlarga ham demak qo'shib oldik. Xo'p, hozirda mana inglizcha, lotinda o'zgartiraman. Alt hamda shift bosib, bu demak o'zbekcha, mana o'zbekcha va o'zbek kirilcha. Hozir tekshirib ko'raman. Bu yerda o harflari chiqishi kerak edi. Mana o chiqdi. Yana qaysi harfimiz? Q. Q harflari ham chiqdi. Demak, ishlayapti. Menimcha Windows versiyam to'liq mos kelmaganligi uchun недоступен chiqyapti, lekin bemalol foydalanishimiz mumkin mana. Yozib. Keyin mana bu yerda oshiqcha
masalan, bu men ishlatmayapman deylik. Mana Adobe FileReader dasturini, ya'ni PDF bilan ishlaydigan. Buni ham bu paneldan o'chirib qo'yishim mumkin. Buning uchun demak bu yerdan настройкаga o'taman. Mana Adobe FileReader. Bu yerdan bu bo'limga o'taman. Mana ko'rib turibsizki, bu yerga pitichka qo'yilgan. Shu pitichkani olib tashlayman. OKni bosaman. Endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda olib tashaldi Adobe FileReader. Deganim bu Word dasturini ochganimizda Adobe FileReader dasturini paketi ham ishga tushib ketadi. Bu Word dasturini ozgina qiyin sekinlashtirishi mumkin. Word dasturi doim tez ishlashini xohlasak, shunaqa o'rnatgan dasturlarimiz agar ishlatmayotgan bo'lsak, shunday qilib o'chirib qo'ysak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Agar yana kerak bo'lib qoladigan bo'lsa, shu fayl bo'limidan parametr, shu настройкаdan shu o'rnatgan demak nimamiz tanlaymiz. Masalan, Adobe FileReader deymiz. Pereydi deb kirib, pitichkani qo'yib, OKni bosib qo'ysak, yana bizga shu funksiyamiz, qo'shimcha dastur funksiyamiz ishga tushadi. Yana bitta eng asosiy e'tibor berib qo'yadigan narsamiz o'zi standartda lotinchaga o'tkazib olaman. Standartda bizning yozuvlarimiz, mana hozir yozadigan bo'lsak, bu Calibri shrifida ekan. Odatda Calibri shrif emas, Times New Roman shunaqa shriftda ishlatiladi va shrif o'lchami 11 emas, default 14 da turgani ma'qul. Shuni shrif bo'limiga mana quyidagi pitichkani bossak, belgilab qo'yishimiz mumkin. Bitta mana Times Team deb yozsam o'zi chiqdi. Demak, shuni tanlab qo'yaman. Обычный turgani ma'qul. Bu yerda esa shu 14 shrif o'lchamini tanlab qo'yaman. Va по умолчанию qilib qo'yishimiz kerak edi. Times 14 va по умолчанию deb barcha holatlar uchun deb OKni bosib qo'yaman. Demak, doim mana endi hozir yopib ko'raman. Sahlanat qilish kerak yo'q. Yana Word dasturini ishlatib ko'radigan bo'lsak, Word dasturi ochilganda demak 14 shrif Times New Roman'da demak doim turadi. Bizga o'xshicha har safar uni sozlab chiqishda keragi yo'q bo'ladi. Demak, bu darsimizda Word dasturini ishga tushirish hamda ozgina so'zlovlar bilan tanishib chiqdik. Keyingi darslarda demak menyular qatorlari bilan tanishib chiqamiz.